Assalomu alaykum doktor. Bir oy oldin qattiq shamolladim. Yo'talib, tomoqlarim og'rib, o'pkalarim bilan birga shamolladim. Hozir endi sal asabiylashsam ham boshim og'riydigan bo'lib qoldi. Uxlamasam ham, to'yib uxlamasam ham boshim og'riydi. Uyquga to'ya olmayapman. Sal narsaga chizsaki bo'lib qolganman. Buni davolasa bo'ladimi? Yaxshi bo'ldi kelganingiz. Nevropatolog ko'rigidan o'tasiz va kerakli tekshiruv buyuriladi va shu tekshiruvlardan o'tib aniq xulosa aytamiz. Sizdagi bu holat shamollashdan keyingi, intoksikatsiyadan keyingi bosh og'riq hisoblanib, bu xoriopenzimal to'qimalarni shamollashi hisobiga yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. Ya'ni miyada bosim ishlab chiqaradigan, miyani suyuqligini ishlab chiqaradigan hujayralarni yallig'lanishi. Bu ko'pincha o'sha o'tkir virusli infeksiyalardan keyin yuzaga keladi va tenzionni головной боль yoki gipertenzionni sindromi olib keladi. Bunda agar sizda ham shamollashdan keyin bosh og'riqlar kuzatilayotgan bo'lsa, siz ham nevropatolog qabuliga kelishingiz kerak.